Tushda soqol ko'rishning ta'birlari. Tushda soqol ko'rishning ta'biri soch ko'rishnik singari, ammo soqol biroz ma'naviy hayot bilan bog'liq. Tushda soqoli o'sib ketganini ko'rgan kishi g'amga botadi. Uzun soqol ahmoqlik, aqlning kamligi, tartibsizlik deb ta'bir qilinadi. Soqolni oldirganini ko'rgan kishi qarzdor bo'lsa qarzidan, kasal bo'lsa kasallikdan, sherik bo'lsa sheriklikdan qutuladi. Tushida o'zini risoladagidek soqol bilan ko'rgan kishi hurmat topadi, quvonadi. Balog'atga yetmagan bola tushida soqolli ekanini ko'rsa, balog'atga yetmasdan dunyodan o'tadi. Soqolining tuklari qop-qora ekanini ko'rgan kishi boyib ketadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.